Ah oğlum geldi. Rossiyskiy shokoladim, rossiyskiy vodkam keldi. Ha? Qanday? Zo'r ota. Bu kim mazgayor? Nachaliging ham keldimi? Bu o'g'lim dada. O'g'lim? Ismi Vilat. Voy Vilat. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmaydi. Ha, o'g'lasini yemsan bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdi dada. O'yin yosh kattami sanda o'g'ling? Men ham majbur bo'ldim-da dada, nima qilay? Rossiyan propiskasini olay deb onasiga uylandim. Alla Pugachovagami? Uni Ира Maksim Gorkiy-ku. Что говорит он? So'kin men rus Ya tilida chizachara, sharmanda qilding. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Ha, uzr. Vlad. Ovqat kattalab boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Vilat otasida o'yin yosh katta. Спасибо, сынок. Молодцы. Vilat, nima o'rayapsan otangni? Dada, keling, sizni ham Vilat rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Papalar. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Aroq ichib multik ko'ryapti. Ey, Vilat! Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Xotining keldi. Vilat o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. Tur yiqil ko'zimga ko'rinma. Ota, bu xotinim emas. Kim? Qizim. Uni Dochenka. Dadam men keldim. So'mayapman men. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo'q, uni mandan katta qizing. Как сама? Хорошо. Хорошо? Да, все нормально. Проходи.